Ayollarda shu uzuri jenskiyda onkologiya aniqlagan bo'lsa, vaginal plastika jarrohlik amaliyoti o'tkazilyapti. Shunaqa bo'lyapti. Opa, tarjimaga yordam berib yuboring. Ko'pda ayollarimizda onkologiya aniqlangani, bu professorimiz kimlar, qayerdan keldilar, doim shu yerda bo'ladilarmi? Almaniyadan, Germaniyadan keldilar. 35 yillik tajribalari bor. Ginekolog, onkolog, professor, doktorlar. Hozir o'sha jenskiyda onkologiya aniqlagan bo'lsa, keladigan bo'lsak, nimagacha qilib bera oladilar? Hamma muolajalari bor. Operatsiya, har turli operatsiyalarni o'tkaziladi. Operatsiya, bezoperatsiya davolab beriladi. Benim shu onkologiyaga oid nima muammolar bo'lsa kelsak bo'ladi oldingizga? Tüm jinekolojik rahatsızlıklara bakıyoruz. Özellikle onkolojik şikayetleri olanlar, miyom, kist gibi şikayetleri olanlar, yine vajinal problemleri olanlar. Özellikle çok fazla doğum yapıp vajende genişleme vesaire gibi olanları normal şekline döndürüyoruz. Veya rahim düşüklüğü, sarkması gibi durumları düzeltebiliyoruz. Bu şekilde normal hayatlarına devam edebiliyor hastalarımız. Ayrıca yine infertilite, yani çocuk olmaması, kısırlık tedavilerinde her şekilde yapabiliyoruz. Xullas kalom bepushtlikdan tortib barcha virusli kasalliklar, onkologik muammolar bo'yicha kelsak bo'laveradi. 15-gacha o'rtoqlar qabullari bepul bo'lyapti ekan, ulgurib qolinglar, ekranning nomerlariga hoziroq telefon qilinglar, ma'lumot olinglar. Operatsiya, plastik operatsiya ham o'tkaziladi. Qanday toraytiradigan boshqa muolajalari juda ham sog'. Bitta like bosib qo'yasizlar, manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman.